O'rtoq, meni uylantirishmoqchi. Oyim qiz topib qo'yibdilar. Qiz bizani homiylik qilgan universitetda o'qir ekan. Oyim aytishlari bo'yicha oilasi oilamizga mos, adasi biznesmen ekan. Lekin menga, meni boyligim, mansabim uchun sevadigan umr yo'ldosh kerak emas. Meni borimcha sevadigan umr yo'ldosh kerak. Bo'ldi unda o'rtoq, menda bitta zo'r ideya bor. Qizni universitetiga seni talaba qilib jo'natamiz. Qizni ham siniysan, ham ko'nglida nima borligini bilib olasan. Gap yo'q o'rtoq. Yaxshi fikr. Qator sovchilari bor qizlar, sochi uzun g'urur tog' oy qizlar. Sovchilarim borganida men sinay, kambag'al deb qaramagan boy qizlar. Qator sovchilari bor qizlar, sochi uzun g'urur tog' oy qizlar. Sovchilarim borganida men sinay, kambag'al deb qaramagan boy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Kambag'al deb qaramagan boy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Kambag'al deb qaramagan boy qizlar. Bahorlarim haydadingiz qor bo'lib, suysam sizni suygan edim zor bo'lib. Bahorlarim haydadingiz qor bo'lib, yashardingiz malikadek yor bo'lib. Kambag'al deb qaramagan boy qizlar, yashardingiz malikadek yor bo'lib. Kambag'al deb qaramagan boy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Kambag'al deb qaramagan boy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Kambag'al deb qaramagan boy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Kambag'al deb qaramagan boy qizlar. Boy qizlar, boy qizlar, oy qizlar, oy qizlar. Kambag'al deb qaramagan boy qizlar.